Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzaldi shekilli. Yaxshi o'tir. Onasi mana bitta istim uzilgan ekan xolos endi. Bemalol suvda qaynataverasiz endi. Mayli, rahmat. Yaxshi bo'pti. Siz tuzatganingiz. O'zi o'choqda choy qaynatib charchagandim. Iftorlikka ham oz qolibdi. Birorta yaxshi ovqat qilay desam, ro'zg'oram tugab qolibdi. Endi qo'lingdan kelganicha biror nima eplab turar onasi. Alloh g'oyibidan yetkazib qolar. Mana yaxshi kunlarda turibmiz, Xudo xolasa. Mana bugun ro'zani birinchi kuni hech ham qiynalmadik. Xudoga ming qatla shukr. Mana bahorlar kelib qolsa, Xudo xolasa, ishlar ham yaxshi bo'lib ketadi. Bu kunlarda ko'rmagandek bo'lib ketamiz. Ko'nglini cho'ktirib onasi. Assalomu alaykum. Aka. Voy. Mana ko'tar baqqa. Assalomu alaykum. Avak. Assalomu alaykum. Nimalarni Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan ro'zalar bilan aka. Rahmat, Jamolxon. Tuzimisiz? Assalomu alaykum. Aka. O'zimizga. Qalaysiz? Ramazonlar bilan. Nima biroz ogohlantirib qo'yadimi? Aka bir surpriz qiling. Yaxshimisiz keling, bolalar yaxshimi? Sizmisiz? Ketdik ustiga ko'taraman. Charchamayapsizlarmi? Qayerga qo'yaylik buni? Hey, ukalar. Tuzimsizlar, ukalar yaxshimi? Jiyanlarim, kelinlar, hammalari yaxshimi? Jonlaring sog' bo'lsin. Endi xabaram olalimiz aka, o'zimiz bilan o'zimiz Xudo xolasa, yaxshi Vaqtdan hammasi. bo'lib qopti. Bo'lib qoptimi vaqt? Bo'lib qopti. Qani olinglarchi bittadan. Xurmoda ochamiz-da. Bismillah. Endi o'zing nima qil? Ro'zalarimizni, ojizona ro'zalarimizni dargohingda qabul qilgin Alloh. Oqibatimizga ham ko'z tegmasin. Bismillah. Bismillah. Charchab qolmayapsizmi aka? Rahmat. Uzr endi do'xsi bo'lib qoldi, choy yo'q. Choyni baqa beravermadingiz aka. Qosimjon. Jamolda senga berdim. Mana Xurshidbek. Dadasi qarab olasiz. Nonasi. Oddiy ro'g'it. Borini quyib olib kelur. Ukalarim oldida uyatmayman hech qachon. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bo'lib qopti. Ovqat ham tayyor. Qani Xurshid, tarqatchi. Rizqlaring bor ekan-da mana Kozimboy. Yo'q, aka, ovorasiz. Mana Osh bo'lsin. Ovqat ham boshqacha ko'rinyapti. Ollarchi qani? Bismillah. aytga sanam Ye, sizlar. mazza bo'pti. Bugun oson bo'ldi, ancha yengil. Ha, yengil o'tib ketdi. Sizlardan bexabar shunaqa qilib qo'yaverdi. Shuni birozim ogohlantirib qo'yganlaringda yaxshi ovqat bilan kutib olamidim ukalar. Ovqat zo'r bo'pti. Ovqatga gap so'z yo'q. Aka, oz bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Nima bunaqa qilyapsizlar? Aka, biz nodon ukalaringizni kechiring. Sizni holingizdan xabar ola olmayapmiz. Bu ahvolda biz sizni tashab qo'yganimiz uchun kechirasiz aka. Aka, biz o'qishimiz uchun, biz katta ishlarda ishlashimiz uchun sizni hissangiz juda katta. Endi hamma aka qilgan ishni qilganman men. Rahmat aka. Rahmat, shunchalik. Ilohomiy. Menga bir berib sizlar, Alloh sizlarga mingda bersin. Ilohim oqibatimiz uzilmasin, bardavom bo'lsin hamisha. Senlar ikkovingcha qiynamagansan, ammo mana shum boru. Shum qayerga borsam dumaydi-da. Men ham boraman deb o'rardi. Mana endi katta bo'lib esi ham kirib qoldi. Oqibatimizga ko'z tegmasin ha. Ilohim. Sog' bo'linglar.